Hammaga salom. Avvalom konditsionerni internetga bog'lab boshqarishni o'rganamiz. Birinchi navbatda bizning telefonimizda Akfreedom degan programma bo'lishi shart. Mana bu programma hisoblanadi. Play Marketdan bizlar olganmiz. Endi sizlarga olishni ko'rsatamiz. Play Marketga kirdik. Mana Akfreedom yozib qidirsalaringiz chiqadi. Olganmiz, otsenka qo'yganmiz, ishlaganligi uchun kiramiz programmamizga. Skaner chiqadi hamisha. Skaner qilmaymiz. Ana endi registratsiya qiling deyapti. Registratsiyada qilmasak bo'lmaydi. Bo'lmasam konditsionerimizni boshqara olmaymiz. Qilamiz registratsiya. Bu programmani hamma shartlariga ko'nishga rozimisiz deb sizga ptichka bilan продолжить deb chiqyapti. Hozir shartlari bizda internet sekin ishlaganligi uchun shartlarning chiqishi qiyinroq bo'lyapti. Masalan, mana shunday. Davom etamiz. Rozimiz. Bizlar telefon nomeri bilan registratsiya qilamiz. Telefon nomerimiz yozamiz. Masalan, 90 318 63 03. Davom etamiz. Telefonimizga kod yuboramiz deyapti. Hozir kutamiz kodini. Kod keldi. 0824. 0824. Masalan, keyingi o'zimizni parolimizni yozamiz. 1 2 3 4 5 6 i harfini qo'shamiz. Aziz do'stlar, yana bir aytib o'taman. Bizda internet past ishlaganligi uchun mana shunday o'ylanib turadi. Wi-Fi. Davlatingizni tanlang deyapti. Davlatimiz O'zbekiston. Viloyatni tanlang deyapti. Samarqand. Moydon. Nachat. Ana endi qurilmani qo'shishni so'rayapti. Добавить qilamiz. Bizning qonunlarimizga ana ko'nasizmi deyapti. Masalan, начать настроить Wi-Fi. По всем beramiz. Начать. Wi-Fi'ingizni nomi bilan parolni kiritishingiz kerak. Wi-Fi'ingiz agar sekret bo'lsa o'qimaydi. Wi-Fi'ni sekretdan ochib kiritishingizga to'g'ri keladi. Konditsionerimizga ulashga bog'lashdan oldin mana bu yerda konditsionerimizni Wi-Fi'ni yoqib olamiz. Konditsionerimizni Wi-Fi'i yoniq, lekin biz yana yoqishni o'rgatamiz sizlar uchun. Pultda Health degan knopkasi bor. Pultni ichini ochgan vaqtlaringiz ichidan chiqadigan. Masalan, mana
health knopkasini 8 marta bosamiz, Wi-Fi qurilmasi yonadi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 marta signal beradi sizga, Wi-Fi yondi. Hozir menga bog'lanishingiz mumkin deb Wi-Fi migat qilib turadi siz uchun. Ana endi telefonimizda konditsionerimizni qidiramiz. Подключить berdik. Biroz sekin qidiradi. Internet tezligimizga qarab, masalan, ba'zi birlarning uyida internet tezligi yuqoriroq bo'lishi mumkin. Masalan, bizlarda ADSL, boshqalarda optika yoki GPON bo'lishi mumkin. Shularda aniqroq, tezroq qidirib topib, tezroq ulanadi. Konditsionerimizni qidirib topdi. Ustiga bosamiz va ulaymiz. Konditsionerimizni masalan xohlagan turda nomini qo'yishimiz mumkin. Xohishingizga qarab. Konditsionerimiz nomini Avalon deb yozamiz. Xohlaganlar boshqa narsa deb yozishi ham mumkin. Tekshirib ko'ramiz. Konditsionerimiz bog'lanib bo'ldi. Yoqamiz. Konditsionerimizga ulandi. O'chirdik konditsionerni. Konditsionerimizni yoqamiz. Monitor o'chib qolganligi uchun hozir monitorni qo'shib yoqdik. Mana monitor knopkasini soliq rejimini ham qo'shamiz. Здоровье. Konditsionerimiz 26 gradus, 26,5. Qildik, 27 bo'ldi. Masalan 29 gradus qilamiz. 29 gradus bo'ldi konditsionerimiz.